harfi oilasidagi sirdosh do'stlar bilan tanishib qilishni xohlamsiz? Bosh A, yolg'iz A, oyoq A, ulanma A. A harfining har qaysi shakllari o'zining so'zlardagi o'rnini tanishtirsam deyotidi. Qinamsa, diqqat qiling. Yarışıpı Andergil'nin atlas kengligi, çaknap eksi eynekte içildi kengli. Uğri dıraq kesmekte osta. Dıraq akı çıdımay yığılmakta. Mehmetcan meynet balılağı öç, meynet balılağı Mehmetcan'a amrak. Meş'el ketirip kelmekte es'et. G'ayrat qil g'ayrat, tez nishonga yet. Siz yuqorida 3 harfning har qaysi shakllarini ko'rib bo'ldingiz. Endi bu harflarni birlashtirib, bir necha so'z tuzib baqandiq. Ne'ga ani qo'shsak, na bo'ladi. Ne, a, na. Te'ga ani qo'shsak, ta bo'ladi. Te, a, ta. A, te, at. A'ga nani qo'shsak, ana bo'ladi. A, ne, ana, ana. A'ga ta'ni qo'shsak, ata bo'ladi. A, te, ata, ata. Bizning oila. Bizning uyda bovam, momam, opam, men va ukam qatorliq 6 odam bor. Bovam bilan momam dehqonchilik qiladi. Dadam zavodda ishlaydi. Opam o'qituvchi. Men 1-sinfda o'qiyman. Ukam nayda yig'langu. Kechqurun hammamiz jam bo'lib, kunduzi ko'rgan anglagan ishlar to'g'riliq paranglashimiz. Bugun men do'stlarim bilan o'ynag'ach, ko'rganlarimni she'r qilib yozib chiqdim. Aynak sirtar Salima, Mash'al oynar Azmat, Axlat tökər Hanifa, As'ad polni tozlavat. Uydagilar bu she'rimni anglab, meni maqtab ketdi. Bizning oila bekmi baxtlik. Hammamiz bir-birimizga kuyinamiz. Men oilamizni intayin yaxshi ko'raman.